любовь хочешь заснять? Подожди. Мужу решила, блядь. Mужу хочешь скинуть, блядь? Подожди. Хуя Qo'ygan videoyim nima deyishingiz mumkin? Bu video ikkita o'ynashgan ayol va erkakni, ikkalasini ham oilasi bor. Bittasi xotinim yaxshi ishlayapti, normal ishlayapti, o'zini bosib ishlab yuribdi deydi. Ikkinchi erkakni xotini bo'lsa, voy erim ishdan keladi, hozir erim itdek charchab keladi, unaqa qiladi deb bechorani xotini o'yda kutib o'tirib. Lekin mana bu haromlarni qiladigan ishi to'g'ri emas. Bunaqa jalablar ko'p. Ayollar, takishda o'zlaringiz oyoq osti qilmanglar. O'zlaringiz sevishni o'rganinglar. Bunaqa fohishalarni deb, bunaqa protkladkalarni deb erlarimdan voz kechib ketaman demanglar. Shunaqa qilinglarki, o'sha haromi oyog'ingiz tagigacha yalinib ketsin. Quling bo'lay desin. Mana bunaqa ba'zi bir negativlar yozadi menga, unaqa, bu jalabda ham eri bor, bu jalabda ham to'katak eri bor. Bu haromni ham xotini bor. Mana bunaqa harom ish qilib yurgan. Bunaqalarga men asab qilib, ko'zimni anaqa qilib o'tirmayman. Bu prosta jalab deb qo'yaman xolos. Ya'ni men peshona terim bilan non topyapman deyish mumkin. Onasini omini yebdi shu gapiga. Tak что отметка qilib ketinglar. Sog' bo'linglar. Hammaga salom alaykum. O'tgan bayramlaringiz bilan. Men sizlarni sevaman.